Xo'p, Bismillahirrohmanirrohim. Abdul qiroat kitobidan 25-darsimizni boshlaymiz. Ma'anil kalimati, so'zlarning ma'nolari. Udhunun, quloq, adanun, quloqlar, aynun, ko'z, uyunun, ko'zlar, ra'sun, bosh, ru'usun, boshlar, sha'run, soch, shu'urun, sochlar, jabhatun, peshona, jibahun, peshonalar, hajibun, qosh, hawajibu, qoshlar, anfun, burun, unufun ya'ni burun degani. Famun, og'iz, afmamun, og'izlar, lisanun, til, alsinatun, tillar, yadun, qo'l, aydin, qo'llar. Isba'un, chilik ya'ni barmoq, asabi'u, barmoqlar, shafatun, lab, shifahun, lablar, kadhibun, yolg'on ya'ni ushlamoq, imsakun, ushlash. Ya Alloh, ushladi demoqchi bo'lsak, amsaka, ushladi, ushlaydi, yumsiku, ushla, amsik. Xo'p, barchasi, kullun, ba'zi ya'ni ba'zi yani bu nima degani? Ba'dun. Saqlamoq, yodlamoq, ya'ni bir narsani hifz qilish, asrashni ham hifz deyiladi arab tilida va yodlamoqni ham hifz deyiladi. Ya'ni yodlamoq nima degani? Hifzun yoki asramoq hifzun degani. Yodladi yoki asradi degani hafiza. Yodlaydi yoki asraydi yahfazu. Yodla yoki asra degani ihfaz, hifz qil degani. Inson, insanun. Yo'q, buni ko'plik siyg'asi nasun. Li meniki, laka senga, yoki seniki. Xo'p, ibhamun, ya'ni arab tilida barmoqlarga ham ismi bor. Misol, ibhamun bosh barmoqda ibham deyiladi. Buni ko'plik siyg'asi abahimu. Xo'p, sabbabatun, bu ko'rsatkich barmoq. Bu shu qalin barmoqdan keyingi barmoq, ya'ni ko'rsatkich barmoqi. Sabbabatun. Wusta, o'rta barmoq, eng uzun barmoq wusta deyiladi. Binsarun, banasiru ko'pligi nima bu? So'fi 4-barmoq. Ya'ni eng qalin barmoqdan sanab kelganingizda 4-barmoq nima deyiladi? Binsarun deyiladi. Banasiru bu o'sha barmoqlar o'sha 4-barmoq, so'fi barmoqlar. Khinsarun, eng kichkina barmoq, jimjimaloq. Khanasiru, jimjimaloq barmoqchalar degani. Ifranjiyun, yevropacha. Hozir Avrupiyun deyiladi. Hozir ifranjiyun bu asli arab tilida, fush arab tilida yevropacha degani. Alloh. Xo'p. Hada insanun, ya'ni bu hada insanun, bu inson. Hada anfun, bu burun. Lil insani ra'sun wahidun va anfun wahidun. Insonda bitta boshi bor, va anfun wahidun, va bitta burni bor, va famun wahidun, va bitta og'zi bor, va lisanun wahidun, va bitta tili bor. Bil udhuni nasma'u, ya'ni quloqlar bilan eshitamiz. Va bil lisani natakallamu, ya'ni va bil lisani wal fami natakallamu desa to'g'ri bo'lardi. Xo'p, tillar bilan gapiramiz. Va bil lisani natakallamu, gapiramiz. Va bil fami na'kulu, va og'iz bilan yeymiz. Va bil yadi numsiku va bil ayni nara. Va bil yadi numsiku va bil ayni nara. Ya'ni qo'l bilan ushlaymiz va ko'z bilan ko'ramiz. Amsik hadhal qalama bi yadika, bu qalamni qo'ling bilan tut. Ihfaz lisanaka min al-kadhibi, ya'ni tilingni yolg'ondan hifz qil, saqla. Sha'ru Mahmudin tawilun, Mahmudning sochi uzun. Va sha'ru Ahmad qasirun, Ahmadning sochi qisqa ya'ni. Ighsil yadaka qabla al-akli va ba'da al-akli, ya'ni qo'lingni yuv, taomdan oldin qo'lingni yuv va taomdan so'ngra qo'lingni yuv. Mata ra'ayta saliman ya akhi,
Salamni qachon ko'rding ey birodarim? Ra'aytuhu al-yawma qabla adh-dhuhri. Bugun peshin namozidan oldin ko'rdim. Ra'aytu sahibi Faridan ba'da al-maghribi yal'abu fil junaynati. Ya'ni o'rtog'im Faridni ko'rdim. Qachon? Ba'da al-maghribi, shom namozidan keyin yal'abu fil junaynati, bog'chada o'ynayotgan edi. Nimtul yawma bakiran jiddan. Bugun juda ham barvaqt yotdim. Ba'du at-talamizati mujtahiduna va ba'duhum kusala. Ba'zi bir o'quvchilar mujtahid, tirishqoqdirlar va ba'zilari tambaldirlar. Likulli yadin 5 asabi'a. Har bir qo'lda 5 ta barmoq bor. Al-ibhamu, o'sha ibham, o'sha ko'rsatkich eng qalin barmoq. As-sabbabatu, ko'rsatkich barmoq. Al-wusta, o'rtadagi eng uzun barmoq. Al-binsaru, eng uzun barmoqdan keyingisi so'fi barmoq. Al-khinsaru, o'sha eng kichkina jimjimaloq barmoq. Fi sanati 12 shahran ifrinjiyan, ya'ni bir yilda 12 ta Yevropacha, ya'ni Yevropacha deyishni to'g'ri, bu shamsiy, ya'ni o'sha quyoshga qarab o'lchanadigan oylar. Fi sanati 12 shahran ifrinjiyan, bir yilda 12 ta Yevropacha nima bor? Oylar bor. Yanvar, fevrar, maris, mart, aprel oyi, may, yuliyo, avgust, september, sentyabr, oktyabr, november, noyabr, desember, ya'ni dekabr. Xo'p, 25-mashq. 12 oyning nomlarini yoddan yozing. Bu hozir yuqoridagilarda aytmoqchi. Yoki bu burun. Mana bu biz aytib chiqdik bu oylarni. Bu oylarni biz aytib chiqdik. Bu burun, hada anfun. Bu og'iz, hada famun. Bu nima? Ma hada? Salimning boshi kattadir. Ra'su Salimin kabirun. Faridning boshi kichkinadir. Ra'su Faridin sag'irun, kichkinadir. Kimning boshi katta? Ra'su man kabir. Kimning boshi katta? Xo'p, kimning boshi kichik? Ra'su man sag'ir. Kimning sochi qisqa? Sha'ru man qasir. Kimning sochi qisqa? Kimning sochi uzun? Sha'ru man tavil. Ukamning sochi uzundir. Ya'ni sha'ru akhi tavilun. Qo'lni ovqatlangandan keyin yuvgin. Igsil yadaka ba'da at-ta'ami. Qo'lingizni ovqatlanishdan oldin yuvinglar. Igsilu aydiyakum qabla at-ta'ami. Tilingni yolg'ondan saqla. Ihfaz lisanaka min al-kadhibi.